Professional ustozlar egallashi kerak bo'lgan eng asosiy 3 fazilat. Afsuski, uchinchisi bugungi kunda ko'p ustozlarda uchramaydi. Eng birinchi va eng asosiysi bu o'z fani bo'yicha yuqori bilim va pedagogik mahorat. Bunday ustozlar barcha kerakli bilimlarga ega bo'lishadi va ushbu bilimlarni to'g'ri, qiziqarli va oson yo'llar bilan qanday qilib singdirishni bilishadi. Ikkinchi kerakli xususiyat bu o'quvchilar bilan samarali muloqot qila olish va psixologik yondashuv. Bunday ustozlar nafaqat dars o'tadi, balki ular kerakli paytda o'quvchilarning ruhiy holatini tushunib, shunga ko'ra ularga to'g'ri yo'l va to'g'ri motivatsiya berishadi. Uchinchisi va eng asosiysi esa bu doimiy rivojlanishga intilish. Afsuski, bugungi kunda ba'zi ustozlar ma'lum bir yutuqqa, darajaga erishgandan keyin qotib qolishadi, o'z ustida ishlamaydi. Albatta bu noto'g'ri, chunki haqiqiy professional va o'z kasbiga fidoyi bo'lgan ustozlar doimiy rivojlanishga harakat qilib, yangi bilim va ko'nikmalarni, metodlarni egallab, ushbu yangiliklarni o'z darslarida qo'llash kerak. Agarda sizning ustozingizda mana shu 3 fazilat bo'lmasa, unda yangi ustoz topishni maslahat beramiz.